Assalomu alaykum. Bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. 297-maktab. Urizordamiz. Bir ostanovka tepada masjid. To'g'rida bir ostanovka tepada masjid. Bu svetoforni ko'pchilik biladi. Chapga maktab ketasizlar. Mahalla mana shu uyg'lovoy hovlimiz sotilyapti. Yo'qni olaylik shunda. Zo'r taraflardan bittasini tushuntirib ketaman. Частный maktab, частный bog'cha qilamanligi juda ham zo'r ekan. Uyg'lovoyda joylashgan yo'l yuzi. Zo'r tarafini aytaymi? Mana shu ko'rib turgan barcha joy zahmat joy hisoblanadi. Mana shu hovlimizga tegishli. Hovlimiz 4,5 sotuvdan iborat. Rayon Uchtepa rayon. Ko'pchilik biladi, Uchtepa tumani Ko'ksaroy mahallasi. 4,5 sotuv, 6 ta yotoqxonasi bor. Bog'chaga ideal variant. Xohlasanglar buzib quringlar, xohlasanglar tayyor holatida remont qilib foydalansanglar bo'ladi. Mana bu prosta zo'r gap yo'q. Ko'rasizlar kattaligini. Bittani oxirigacha tuv, hamma narsa tashab qo'yishgan. Xohlasanglar qo'yib boqinglar, hech kim sizlarga hech narsa demaydi. Zo'r, prosta klass bo'lib tushgan hovlimiz. Hovlining ichini bitta ko'rsataman. Darvozaxon ikkita bo'lyapti. Bitta katta ko'chaga tushgan tarafda ham bor, ikkita zimniy darvoza, обычный darvoza qilingan ekan. Bu yerda отдельный kirib chiqib yuradigan darvozasi bor. Zo'r tarafi, mana ko'chada ham zahvat огородlari bor. Ko'rasizlar, bu binoni bir paytlar nemis inson qurgan ekan. O'shalardan men sotib olganman deyaptilar. Plus tarafini aytaman, uy kichkina oluvdi ham mo'shniy sirka. Men kirdim, uylarni ko'rdim, sababini tushundim. Kelsanglar sizlar ham tushunasizlar. Qishda mazza qilib yashaydigan joy. Bitta hovliga qarab olish kerak, uychilar tayyor remontda turibdi. Ko'rasizlar, kattagina, bemalol bu yoqqa ham bino so'rsa bo'ladi. Ko'chada hojatxonasi bor. Letniy oshxona qilishgan, hozir foydalanishmas ekan. Uni joy tashab ketishganmi shunaqa. Bu yerda o'tiradigan joy qilib qo'yishgan. Plus tarafi mehmondorchilik qilsanglar, ikkinchi qavat ko'rsataman video davomida. Ikkinchi qavatda erkaklarga отдельный zal qilib qo'yishgan. Uy ichida ayollarga отдельный zal bor, xonalar, xullas zo'r variant. Pastda joy egalarining raqamini qo'yamiz. Narxi juda ideal chiqadi. Videoni oxirigacha ham ko'ring. Narxini aytaman. Yo'l yuziga juda ideal. $250,000 startoviy so'rashyapti. Telefon qilasizlar, kelib ko'rasizlar, xudo xolisa yoqsa baraka qilasizlar. Yo'l yuzidan yaxshi joy qidirib yurgan tanish bilishlarga tashab qo'yinglar, videoni oxirigacha ham ko'ringlar. Bitta plus tarafini aytaman, hovluzani zinadan отдельный hech qanaqa uy kirmasdan ikkinchi qavatga shunday chiqasizlar. Erkaklarga отдельный zal qilib qo'yishgan ekan. Bunimizga katta plus bo'ladi. Hovlidan shunday kirar ekanmiz, katta bitta koridor bo'lib qolgan. Ha, bitta ko'rsataman. Bu yerda bitta zal qismimiz. Xuddi shuni tegi garaj. Bu yerda hammom tualetimiz joylashgan. Bu yerda yana bitta garajimiz joylashgan. Uy zo'r ekan. Qishda issiq bo'lar ekan. Mana shu gaz ekonomishni mana kam ketadigan joy. Mana shunaqa uylarda bo'ladi. Bunaqa uyni bir paytlar birinchi qurgan inson nemis inson bo'lgan ekan. Juda ham ideal qurgan. Juda ham baquvvat. Qishda ishoninglar, gazinglar seriyozniy ekonomika beradi. Bu yerda bitta ko'chaga chiqadigan, tepaga chiqishimiz hozir ko'rsataman. Endi tepa xonaga chiqib oldik. O'ng qo'limizda bitta detskiy xona. Qaranglar. Вообще lekin haqiqatdan ekonomik uy bo'lgan ekan. To'g'rida maktab. Bu yerda bitta yotoqxona bor. Zo'r joyini ko'rsataymi? Trenajyorniy zal. Kelishsanglar, hammasi qoladi. Balki bonus yetishib ketarlar.